Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Kimdir men haqimda yomon gap gapirsa, bilingki, meni unga foydam tegmay qolgan. Ichingga yutganlaringni hammasi ham yegulik bo'lavermaydi. Lekin to'yib ketasan. Vaqt shunday bir ajoyib xazinaki, sen uni qancha sarflamagin, hisobingda qancha qolganini bilmaysan. Bemor edim. O'lasan deb tabib aytdi. Oqshom borib o'zimga go'r o'yib keldim. Lekin tabib uzilibdi sahar payti. O'sha go'rga tabibimni qo'yib keldim. Kimning gaplariga maza qildingiz? Asadullo, Malika, Baxtiyor yoki Kamina? Izohlarda yozing.